Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Va nihoyat yana bitta obyektimiz bitdi. Bugun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Vatstroy degan joyda bilasizlar, hamma biladi. Vatstroy degan joyga keldik. Bu yerda mana ikkita uchta xonaga natijali patologiya qilib berdik. Ajoyib ideal holatda chiqdi. Buni hozir yaqindan video syomka qilib chiqaraman. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Ko'rasizlar, baho berasizlar. Mehnatimizni qadrlagan holatda bir dona like bosib turinglar. Xudo xolasa yana yangi videolar chiqaraman. Qadrli obunachilar, bizni kuzatayotgan butun O'zbekiston ahli shaxsan razmerlarni xullas vodiy bo'ylab o'lchagan o'zim boryapman. Ob'yomlar oz bo'lsa, o'sha onlayn zakaz qilishlaring mumkin. Telegramimiz bor, shu ekrandagi nomerlarda Telegramdan xullas bizga yozinglar. Yoki telefonda ish paytida ko'tarolmay qolsak, Telegramdan yozinglar. Javobini Telegramdan atvet qaytaramiz. Xudo xolasa ajoyib ideal holatda chiqyapti ishlarimiz. Qadrli obunachilar, keyin hozirgi videoyimda mana shu holatni rekadan karniz qilingan joyi bor. O'shani hozir ko'rsataman videoda. Juda ham arzon, budjetli varianti, arzon bitadi. Keyin yana bu o'sha qirg'oqlarga baget yopishtiriladigan narsalarni ham bir qator tushuntiraman, ko'rasizlar. Xudo xolasa hozircha shular. Bizni kuzatishda davom eting. Videolarimizga layklar bosib turinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Butun O'zbekiston ahli mana bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, ishlarimiz va nihoyat Farg'ona viloyati Marg'ilon Vatstroyda ishlarimiz xudo xolasa yakuniga yetdi. Mana bu yerda chiroyli qilib video syomka qilib chiqaramiz. Hozir ko'ringlar. İşlerimizga o'zlaring baho beringlar. Bizni mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib turinglar. Xudo xolasa yana yangi videolarni chiqaramiz. Mana nihoyat ishlarimiz chiroyli holatda bitdi. O'ta ideal, o'ta tiniq holatda. Mana kачестволari ham haqiqatda zo'r. Buni uzoq video qilishimdan maqsad o'zimiz qilgan har bitta obyektlarni video qilib ko'rsatib boramiz. Sababi mana yaqinroqdan ko'ringlar, ishlarimizga baho beringlar. Hozir o'sha mana tortib bo'ldik. Даже xonani issig'i hali sovuq yurgan yo'q. Juda ham issiq, buni qizdirib turib keyin tortiladi bu joy. Mana ajoyib holatda chiqdi. Endi bu yerga xullas qirg'oq tomonlariga po'kaylarni 70-70lik bagetlarni yopishtirib, bemalol pastki tomonlarni aboyda shunga moslab qilsa bo'laveradi. Hozir bu yerda bitta ishimiz qoldi, lyustra qoldi. Lyustrani qo'yib bersak, xudo xolasa bitdi. Narigi xonamiz ham hozir unga o'tamiz. Bunisi tugadi o'sha. Keyin mana qirg'og'iga karnislargacha o'sha qilingan. Karnisni ikkita reykani bir-biriga mindiriladi. Ustalarga ham bir taalluqli qilib gapirib qo'yamiz. Ikkita to'rli reykani bir-biriga mindirib turib, ashini urganga qo'yib bersalaring, qirg'og'ini yaqinroq qoling mana. Xuddi mana shu holatga nima qilinadi? Natijada qatiriladi. Bu tomonidan 6lik, 4lik bagetlar bo'ladi-yu, ashundan yopishtirib o'sha choklarini yopib olsa bo'laveradi. Mana tayyor o'sha karnis ham o'sha tayyor bo'lyapti. Ham arzonroq tushadi. Endi zavodskoy karnisni o'zini qo'yadigan bo'lsalaring, unda metri $30dan o'sha xizmati bilan juda qimmat tushib ketadi. Mana shu yerda o'zi $100dan oshiqqa tushib ketadi karnis. Undan eng arzoni reykani mana shunday qilib ikkita reykani mindirsalar ham bir-biriga tayyor mana karnis hosil bo'ladi. Bemalol shunga tortib beramiz. Ham tez, ham arzon holatda bitadi. Budjetli variantlari. Lekin mana vid ko'rinishi o'sha zavodskoy karnis qanday bo'lsa mana o'shanday holatda turaveradi mana. Mana. Hech qanaqa defekt, unaqa kamchilik yo'q. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringni sifatli qilib beramiz. Shaxsan razmerlarni ham olgan o'zim boraman.
Bu yerga ham mana o'zim kelib tavsiyalarni berdik. Xullas, o'sha eng zo'r varianti shu. Karnisning arzon varianti. Mana shu. O'zlaringni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada fikrlaringni qoldiringlar. Iloji boricha imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.